o'g'ilni bergani katta kichikmi, otani onani ko'nglini ko'taradi degan joyda bir joyda gapirsam, bir aka aytayapti, qora aka haqiqatda bolani bergani otaga boshqacha bo'lar ekan deydi. O'g'limni deydi, bo'shlikka o'rganib qolmasin deb hunarga berdim deydi. Hunarga bersam deydi, birar oy o'tgandan keyin yo'l kirasiga pul beradigan bo'libdi. O'sha yo'l kiradan orttirib 10 ming so'm ajratib nonushta qilib o'tirsam, dada debdi, ha desa, "Men pulni ishlatib yuboring" deb 10 ming so'm beribdi-da. Qo'limdan pochka chiqib ketgan pul, qo'limga pochka kirgan, korobka pul, zavodlar, firm, fabrikalarim bor deydi. Birorta bir gadoy so'rasa 10 ming so'm beraman, berib yuboradigan odam deydi. O'sha 10 ming so'm o'g'limdan qo'limga tegdi, shunaqa xursand bo'lib, ko'zimdan yosh keldi deydi. Ko'zimdan yosh keldi. Ayasini oldiga kirib, o'zimni tutalmasdan bolam desam, nima bo'ldi o'g'lingizga? Bitta o'g'ilda deydi. Nima bo'ldi o'g'lingizga? Nima bo'ldi desa, yo'q, hech narsa bo'lgan. Nimaga yig'layapsiz bo'lmasam desa, ayasi o'g'lingizni qilgan ishini qarang. Ha, nima qildi? 10 ming so'm pul beruvdi, o'zimni tutolmay qoldim. Ko'zimdan yosh kelib ketdi, bag'rimga bosib peshonasidan o'pdim deyapti. 10 ming so'm pul ishlatmay bir joyga qo'yib qo'ydi.